Ayyoma man tashqilari bilan charchab ketdim-ku. Yo hammaga salom bo'laman, sabla fikr. Men yangi videoga xush kelibsizlar. Garchi do'stlar, nu kanalga like bilan bosib qo'yinglar. Video boshlanishidan oldin hozir poliz tozalab qo'yishimiz kerak. Har doimgidek ertalabki ishimiz. Hozir poliz tozalab qo'yishimiz kerak. Jo'xani ham chaqirib kelish kerak. U ham polizni tozalab qo'yish kerak. Chunki do'stlar biz poliz tozalaganimizda, har poliz tozalaganimizda shuna qilib Karachi Jo'xa meni chaqiradi. Chunki ertaroq berib qo'yishimiz kerak deb bo'lsa, bizda oyligimizni olib qoladi. Hozir buni tozalab olsaylik, qarasho, buni ham olib olamiz. Qarasho ekib qo'ysaylik. Karachi do'stlar, shu endi meni ishim shu-da do'stlar, fermerchilik qilish. Lekin shu ishdan birari paytlarda zerikib ham ketaman bor-yo'mayo. Hozir ekib olamiz. Fakir nima gap yaxshi bo'lsa? Jo'xa nega xursandsan? Charchab keldim. Qarorchi rosa ham charchadim. Qarorchi men uylanmoqchiman. To'yga harakat qil. To'xta voy, qanaqa kimga voy? Do'stlar, ko'rdilarmi? Charchab deb keldi. Qarorchi do'stlar, kimga desam, to'y naqotki Jo'xa uylanadi. Yo'mayo, uylanadi. Meni chop borsachi? Men shu tarafga ham bor, lekin merga aytish kerak. Fakir nima gap? Qarorchi mer Jo'xa uylanmoqchi-yu. Yo'q-e. Dada hozir menga aytib ketdi. Uni tayyorgarlik ko'ramizmi, qishloqda yasatamizmi? Albatta, mana polizga qarorchi berib qo'ydim. Qarorchi yasatamiz, hozir men hamma yoqda buyurtma qilib qo'yayin. Okey, bosor. Qarorchi, Hoshim. To'yga kelasanmi? Jo'xan to'yi bo'lyapti, seni ham aytdim. Xo'p, boraman, vaqtim bo'lsa. Seni vaqt bu kana. Mayli, hozir do'stlar, shunaqa qilib qishloqlarga ogohlantirib qo'yishim kerak. Dark. Alo, Dark. Alo, nega chiqmayapti? Dark uydami o'zi? Chiqdim mana. Salom. Salom Fikr. Jo'xali to'yni qilyapti. To'y bo'lyapti. Ha, to'y bo'lyapti. Bo'ldi, men ham tayyorgarlik. Uni tayyorgarlik ko'ring. Yaxshi. Xo'p, mayli, bosoring. Xo'p. Qarorchi bola, mana ko'rdilaring. Qarorchi nimani ismi nima edi? Darkni chaqirdik do'stlar. Bu ham yangi qishloqqa ko'chib kelgan zo'r bola. Endi esa Bobish tog'ani chaqirib kelish kerak. Bu albatta Pablo. Hozir necha kambag'allar bo'lib qolgan. Pablo uydamisiz, birodar? Chiqyapman, bo'pti. Chiqyapman. Nega shunchalik taqat chartmayman? Chiqdim. Nima bo'ldi? Nega chaqirding Fikri? Nima? Butulka, mana butulka bor. Mazza butulka bor ekan, o'g'laman bo'ldi. Nima? Jo'xan to'yi? Xo'p, boraman. Bo'pti. What the fuck? Do'stlar. Yo'q, butulka oyog'im tegib keladi-yu. Butulka terib yuraveradi. Suv sotadi endi. Nima ham qilardi? Salpal yordam berib olishimiz kerak. Do'stlar, Pabloni ham chaqirdik. U cholishni bilardi, talaqa pianino cholishni bilardi. Ashunga yordam beraveradi Karochi. Hozir yana qolganlarni ham chaqirish kerak. Yana Karochi qishloqni bezatishimiz uchun dark narsalar zakaz qilib qo'yadi. Uni olib qo'ysam bo'ldi, ungacha kutaman. Narsaga kelishini notebookda kavlab o'tirsam, hozir narsalar solib qo'yamiz, bo'ldi. Endi esa notebook kavlab o'tiraman, o'yinlar o'ynab. Yana bir bor salom do'stlar. Hozir Fakir sho'damsan Fakir. Hozir chiqyapman. Yo'mayo. Yana Jo'xami? Men. Hozir chiqyapman, to'xtab tur. Hozir nima deysan? Qarorchi buyurtma qilgan narsalar keldi, olib ket. To'xta, o'ziga qayoqqa? Ishlarim bor meni. Yo'mayo. Mayli, ishlari bo'lsa, ishlari bor ekan. Hozir demak do'stlar, do'stlar ketyapman. O'maya qo'shiq g'alayib turibdi, qo'shiq yo'yapman seni. Shu qo'shiq ajoyibda do'stlar. Hozir narsalar zakaz qilgan narsalarimiz keldi. Fakir, rostdan to'y bo'lyaptimi? Ha, o'tkin. Okey. Qarorchi do'stlar, mayli, porlab ketibdi. Mana kelibdi do'stlar. Mana kelibdi do'stlar. Narsalar qani ichini ochaylikchi. Yaxshi, to'y uchun hamma kerakli narsalar bor. Endi bir piamin, gitara ham bor ekan, ammo qarasho. Yo'q, to'ylar muborak. Dark nima qilyapsiz? Sizlarga uchun video. Yo'q. Narsalar oldingizmi? Yaxshi. Narsalar oldingizmi? Narsalar oldim. Unda yaxshi. Unda siz o'z ishingizni qilib olmay video olyapman-da. Xo'p. Mer nima qilyapti? Istek pishiryapti. Hozir narsalarni o'rnatsaylik. Do'stlar, mer istek pishiryapti hammaga. Yaxshi, video foydasi tegar ekan. Istaligi uchun ismi nima edi? Dark zo'r qilib olyapti. Malades. Hozir bu narsalarni to'yxonaga bezatamiz. Xo'sh, mana narsalarni oldim. Endi bularni kalongan mana bu yerga qo'ysaylik. Qani, yaxshi. Bu kalonganni bu yerga
u cho'tiga chiqyapti. Endi bu yerga qo'shib qo'ysa, mana bu yerga qo'ysam, bunday qo'ysam endi mayli. Bunday qilib bu yerga piaminani qo'ysam, ismini nima edi do'stlar? Shu kommentariyada yozib beringlar, ismi kelmayapti yaxshi. Nu chol-chora mayda esa quyosh bo'lar, chis ikkita asal qiz voy xullas. Shuni ashlay ishoradi. Nu mayerda hozir gitara tursa, chunki gitarachi Dark menimcha Pablomikin bilmadim endi do'stlar, shu yerga qo'yib qo'ydik. Nu хорошо. Ayyo, nima qilsam? Salom Fakir, yaxshimisiz? Ha, hozir butulka telayotgandim. To'yda rosa ko'p butulkalar bo'ladi-ku. Ha, xo'p, mayli men ketdim. Yo'may nima deydi? Mayli do'stlar, butulka teraman deydi. Xullas men o'zimni baqib qo'yaman. Короче, gitara chaldirib qo'yaman. Nu hozir mana gulni mana bu yerga qo'ysaylik. Хорошо. Merdiyaniga boraylik-chi. Men nima qilyapsiz? Aka, men sasdan pishiryapman. Juda ham shirin chiqadi, men qilishinglar. Okey, bosori men mana do'stlar pashti butayin elib qoldim. Mana bularni ham ilib qo'ysaylik. Kalonjani olish kerak ekan, boshqa yoqqa. Yo'mayo. Yomon charchadim. Jo'xari to'yi men yog'liga tushab shuncha narsa qurib qo'ydim. To'y butsa do'stlar, dag bitta Bugatti so'rab olmasammi? Yomon charchab ketdim. Hozir bularni ham chiroyli qilib, chunki do'stlar kech paytda to'y bo'ladi-da. Chiroyli ko'rinadi, ham yonib turadi svetlar. Do'stlar mana shuncha narsa qurib tashladim, what the fuck. O'yibdim. Yo'mayo. Do'stlar mana qaranglar, qalay chiqibdi do'stlar, chiroyli chiqibdim, o'zim qurib chiqdim. Mana kalongani bu yerdan olamiz. Buni ham o'tlar, короче, o't qo'yib chiqish, o't nima edi shu, xullas chiroyli qilib bezatib chiqishimiz kerak. Hozir tevaga bunlardan yana qo'yib chiqsaylik. Umir hali ham stek pishiryaptimi do'stlar? Nima balo? Odam ko'p keladi, shuning uchun 70 ta 80 ta menimcha, yo'q, har bittasi ikkitadan tegsa ham menimcha 100 tadan ko'p pishirmoqda. Mana bu yerga qo'yib chiqaylik. Menimcha chiroyli chiqadi. Gitarasini qo'ymadim, shu ustiga qo'yibman. Ana voy, zo'r chiqdi menimcha da. Voy, yaxshi ko'ryapti, lekin buni hozir qo'lim yetarmiguna? Voy, qo'lim yetmayapti. Hozir yetmayapti do'stlar. Voy, mana qolganlariga ham eplab, irg'ib-sirg'ib qo'yib olsam, hozir qani nima stolim? Mana stolim nima bor edi. Buni hozir narvoni bor edi. Buni boshqa yerga qo'yish kerak. Bularni olamiz. Yomon charchab ketdim, shunchasi o'rab chiqdim. Menimcha zo'r chiqqan. Shunchasi yetadimi yoki yana qo'yish kerak? Qolganlar ham ilib chiqaylik do'stlar. Bu yerga shotni qo'yamiz. Mana sakraymiz. Shuna qo'yib chiqyapman taboytemir do'stlar. Va nihoyat qiyshiq bo'lib qoldi. Mana bu yoqqa qo'yish kerak. Ana do'stlar, shunaqa azoblanib qo'yib chiqyapman. Jo'xari deb hozir bu yerga qo'ysaylik. Hozir qo'lim yetarmigina shu chotki jo'n yetadi. Bitta sakrasam, sakramasam yetadi ekan. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek chiroyli qilib o'rab tashladik. Endi esa do'stlar mayli stollarni qo'yib chiqsaylik va shu короче nima desam bo'ladi, mehmonlar kutib olsalik bo'ldi. Hozir stollarni olamiz. Bular ham do'stlar qimmat stollardan ekan. Endi mayli bu yerga qo'yib, buni qilib qo'yib chiqsaylik. Qimmat stollardan ekan, chunki do'stlar bu yerda nozik mehmonlar keladi degan jo'g'a. Qani endi video davomida kim ekan ular ko'ramiz. Bular ortiqcha olib tashladik. Хорошо, bular ham ortiqcha, unchalik ko'p mehmon emas. Bu ham ortiqcha. Mana do'stlar, shu menimcha yetarmikuni? Da, shu yetadi. Stolni qo'yib chiqsaylik. Endi do'stlar, qanaqa mehmonlar kelishini video davomida ko'rasizlar va men ham ko'raman. Mana bu yerga ham stol shart emasmi-ku bu yerga, nima deysizlar? Mayli, stol ham qo'yib chiqaveraman do'stlar. O'lchadik, qani bunga to'g'irladik. Mandarog'idan ekan. Хорошо, davay stol ham qo'yish kerak, chunki bu yoqda ham mehmonlar keladi-ku. Yaxshi, menimcha zo'r cho'tki chiqadi do'stlar. Juda ham chiroyli qilib mana bu qaranglar do'stlar. Hozir mana bu qish qo'yib bank mana qolib chomaydi-yu. Hozir to'g'rilab qo'yamiz birpasda. Mana bu yoqdan qo'ysalik. Menimcha da, endi esa tun deb chalaveramiz. Хорошо, qo'shiqchilardan zo'ridan aytish kerak, bitta zo'r qo'shiqchi aytish kerak. Men xalqqa pishiryaptimi? Nechta bo'lib ketdi? 200 qilib yubordimi? Yo'mayo. Mayli, voy, yaxshi. Mana do'stlar, necha baho berib ketasizlar kommentariyada yozib ketinglar. O'zim qurdimda do'stlar. Hozir bular oshib qoldi. Mana bu yerga ham qo'yib chiqamiz. Bu yerda menimcha kelin kuyov o'tiradi. Da do'stlar, kelin kuyov o'tiradi bu yerda. Hozir
Hozir bo'ldi. Ana bo'lsa to'g'riladim. Endi esa shu yerda o'tirish yana narsalar bor edimi? Ha, bu kelin kuyov stoli do'stlar. Qarorchi bu yerda kameralar qo'yib qo'yamiz, chunki kamera olib turadi. Mana bu yerga qo'ysaylik, bu ikkitaga qo'yib qo'ysaylik, mana bu mana bu yer. O ana do'stlar, endi esa mana bu yerga kelin kuyov stolini qo'yib qo'yamiz. Hozir bu kamerani qo'yib qo'yaylik va nariroqqa ham o'rnatib qo'yamiz. Qani, mana bu yerga qo'ysam bo'larmikan? Da, menimcha bu bo'ldi do'stlar. Bu cho'tki do'stlar, mana zo'r qilib qo'yib qo'ydim. Endi esa kelin kuyov stoli. Mana do'stlar, kelin kuyov stolini ham qo'ydim. Endi hozir narsalar meni shular oshib qoldi. Endi bular qaytarib berib yuboramiz yoki sotib yuboramiz. Bu hamma hisob qo'yamiz. Gulda olib olaylik do'stlar, chunki gulda olib olaylik, chunki yana jicha bezatib chiqadi, chunki mehmonlar ko'p keladi. Jo'g'a aka do'stlar, nozik mehmonlar keladi ekan. Ashingga bilmadim. Endi ular kimlar ekan video davomida ko'ramiz. Buni mana bu yerga, bu gul juda ham chiroyli gul zakaz qilibdi, Dark Malades, lekin mana do'stlar bir narsa qilib bitvordi. Endi kelajak kutamiz. Do'stlar, kelin kuyov keldi. Endi mehmonlarni men o'zim kutib olaman ekan. Hamma jo'g'a meni bo'ynimga iladi. Do'stlar, mana jitellar keldi. Ko'psi mehmonlar kelishdi. Endi qolgan nozik mehmonlar keladi deyapti. Jo'g'a, endi bular kim ekan? Yo'mayo. Alo, sen kimsan? Yo, what the fuck? Jo'xa to'yga aytdi, shunga keldim. Nima, sen nozik mehmonmisan? Men dedi yomon mehmonman. Qarorchi men ketdim. Jo'xa aytgan men to'yga. What the fuck? Qanaqa mehmon bu? Uzun burunduqmi bu? Yo'q, qanaqa mehmon? Mayli do'stlar, umid qilaman boshqalari bunday bo'lmaydi. Denni, nima gap? Bosyapsan? Yaxshi. Yaxshiroq sen o'yna, qattiq ocha. Bos. Yaxshi, bratishka. Bratishka bo'ladi do'stlar. Endi hozir qo'yalarik. Mr. Bean, what the fuck? Jo'g'a shuncha tarisha bormi? Yo'qmayo. O'nlarni qo'ysam, yo bu yerga qo'ysa bo'lmaydi, u yoqqa bor. Bu yerga qo'yib bo'lmaydi, kala yo'g'i parosati. Bu nozik mehmon ostani-yu. Yaxshi gap. Voy, xuddi o'zining mashinasi, yana xuddi tashi mashinasi. Yo'qmay, ke. Voy, kelishadi. Yo'qmay, haqiqiy Mr. Bean do'stlar. Nima gap, yaxshimisiz? Tuzingmi o'zingchi? Bo'pti, men ketdim. Garchi Jo'xa taklif qilgan meni ham. Bilaman, kim taklif qiladi boshqa. Yo'qmay do'stlar. What the fuck? Ko'rlaring do'stlar. Endi Pablo, nimaga bosyapsanmi? Yaxshiroq chol. Sen ko'rding, baklash deyishini shu ishni berib qo'ydim. Yaxshi. Do'stlar, mana mehmonlarni kutib olishda davom etyapmiz. Mr. Bean o'z joyini egalladi. Hozir endi kimlar kelar ekan do'stlar? Shu yerda kutib o'tiramiz. Yo'qmay, Jital endi qarorchi. What the fuck? Nima? Jital uni kirgizma. Kirma, sen hech qachon kirmaysan. Nimaga meni kirgizmaysanlar? Nima? Endi ham kirgizmaysanlarmi? Bo'ldi. Ahvoli, tezroq kirgizlaring bo'lmasa tamom sizlarga aytib qo'yay. Har bittani shunaqa ikkiga bo'lib tashlayman, короче. Hop, kirit bo'ldi. Siz kirmasangiz, what the fuck? Yo'q do'stlar. Nima bo'lyapti to'yda? Mayli, e'tibor bermaymiz. Zatto o'zim ishni qilmadim shu hisobda do'stlar. Shunchaki egilgida shamol. Jital kerak emas o'zi bu. Mayli. O'zim ishni qilmadim, bo'ldi. Demak, Jo'xan yaniga boraylik. Qara Jo'xa, ishlar qalay? Cho'tki fakir, cho'tki. Rahmat hammasi uchun. Rahmat. Qorin to'yg'azmaydi, qarorchi bitta mashina qarasan. Nega? Qarorchi, to'y bitgandan keyin ko'rasan. Bo'pti, men mehmonlarga kutib olayin. Sen bosaver. Endi mayli. Yaxshi bola. Jo'xa yaxshi bola. Yomon bola emas. Cho'tki bola. Hozir mehmonlar kutib olish kerak. Juda g'alati mehmonlar kelyapti. What the fuck? Jo'xa kallaga. Yo'qmay, qanaqa mehmonlar ekansan? Yo'qmay, chala bola. Buni o'zi shilimshiq kallaga kerak bo'libdi. Michael Jackson qoravoy. Yo'qmay. Yana sen buni qo'ylab kelyaptim seni. Bu bu yerda voy bu what the fuck? Nima qilay o'zimni nima edi? Nima osorsam-mumkin? Yo'qmay, qanaqa mehmonlar? U yoqda mashinani ovozi kelyapti. Kimdir kelmoqda bu yoqda ham. Yo'qmay, Kirif?
What the fuck kirif kelyaptimi yo'q-yo. Kirif, kirif kelyapti do'stlar haqiqiymi? Da haqiqiy kirif kelyapti do'stlar. Demak bu ham Johani do'sti. Yo kirif nima gap? Jigar yaxshimi tuzingmi? Nima gap tinchimsiz? Yaxshimisiz? Nima gap? Tuymisiz? Da odam ko'p to'yda. Nima gap? Joy yo'q. Sizga joy bor. Jitter salpal mandiroqqa surilib turib qalay. Davay efirda o'tiravering. Nimaga hijolat bo'lasiz? O'tiring, yoki gapirmang, davay o'tiring. Siz endi mehmon, ulug' mehmonsiz. Ha, davay hijolat bo'lmay, o'tiring. Yo'q, hijolat bo'lmaydi, o'tiring. Assalomu alaykum. Mening to'yimga kelgan aziz mehmonlar, joylaring ilon jannatlarda bo'lsin. Geldi meni to'yim axir bu.